Assalomu alaykum aziz va qadrli Usmon Studio kanalini kuzatuvchilari, media markazimizning aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan Xorazmlilar o'rus tilidan o'ziniki aytib berib o'zlashtirgan 3 dona so'z haqida gaplashamiz. Misol uchun bizda mashhur bo'lgan birinchi so'z bu davernis. O'zi aslida bu so'z rus tilida davernis, ya'ni ishonchnoma, sizni qaysidir bir mulkingizni kimgadir ishonishni bildiradigan dokumentalniy qog'oz. Ikkinchisi esa привязка deb aytiladi, lekin bizda привязка bo'lib ketgan. Привязка degan esa bog'lash degani. Nechun biza yaramni привязка aytib berdimiz, bog'lab bermaymiz. Biza o'zbekmiz-ku. Demak, bizda uchinchi so'z bu rus tilidan zo'r bo'lib o'zlashib ketgan отвёртка deb aytiladigan so'z. O'zi aslida отвёртка degani, lekin bizda отвёртка deb aytiladi. Demak, biza shunday bir muammoli vaziyatlarni olib chiqib turibmiz ekan. Qurdan bekara biza bunday deb gaplab turganimiz yo'q. Wow. Sizlar qaysi fikrdasizlar? Misol uchun, qaysidir bir so'zlarni 100% o'zlashtirib tashlash to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Kommentlarda yozinglar. Like va podpiskani ayamasdan bosing. Salomat bo'linglar.